Toshkentda bitta narsaga e'tibor berdim, mana o'sha hali bu narsani hech kim ko'rmagan. Kimdir Toshkentda rus millatiga mansub GAI xodimini ko'rganmi? Mana rus millatiga mansub GAI xodimlari qarsak chalishmoqda. Ko'rganmi kimdir? Rus GAIsni ko'rmagan. Men ko'rdim, nafaqat ko'rdim, balki u meni to'xtatdi. Menga qarab, "Ваши документы, пожалуйста" dedi. Endi men o'zim ruschani bilsam, u bilan o'zbekcha gaplashishni boshladim. Qani? U bilan qayoqqacha boramiz? Aka, menga qara, endi qo'yish, dokument. Вот, aka, mana. O, двойная сплошная все оформлять будем. Endi aka, siz ham ko'chada, men ham ko'chada. Я вас не понимаю. Aka, endi siz ham tirikchilik, bola chaqa, menda ham shunaqa gaplar. Я вас не понимаю. Aka, kelishaylik ikkalamiz, kelishaylik. Я вас не понимаю. Aka, men sizga pul beraman. Nechi pul? 20 ming, aka. Я вас абсолютно не понимаю, молодой человек. Вот, 50 ming. Аккуратно в карман положь. Cho'tagiga tiqdim, keyin haqiqiy o'zbekchada qo'shib qo'ydi. Oq yo'l senga oq ko'ngil birodar. Oh. Xarash.